Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 21-martdan 24-mart kunlariga ob-havo ma'lumotlari qanday bo'lishini e'lon qildi. Bunga ko'ra respublikamizning barcha hududlarida havo biroz o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqatgina 22 hamda 23-mart kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Shamol sharqiy yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 7-12 daraja iliq, kunduz kunlari 21-23-mart kunlari 20-25 daraja iliq, 24-martga kelib 22-27 darajagacha ko'tariladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida ham havo biroz o'zgaruvchan bo'ladi. 23 hamda 24-mart kunlari ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Baland tog'li hududlarda esa yomg'ir qorga ham aylanishi mumkin. 24-mart kuni esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi, ba'zi joylarda tuman tushib turadi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 21-mart kuni 0.5 daraja iliq, 22-24-mart kunlari esa 3-8 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari esa bu holat 21-23-mart kunlari 7-12 daraja iliq, 24-martga kelib 10-15 darajagacha ko'tariladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.